İşimizin devamı hürmetli vatandaş. Bugün çiğsakış kimen 25. yıl 2. ayının 24. günü haftaga düşenbe vatandaş. Biz bugünkü mavzumunda biz Cungo'ga bir evetken emas. Prezident Donald Trump qayta şerhiydi. Mavzula haber 2. ayının 22. günü Amerika ovozini Xitoy tili programı e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump qo'llig'ichilarga mundaq ko'rsatdi. Panama kanalini kontrol qilish huquqini Amerikaga qaytarib kelaman. Prezident Donald Trump ta'kidlab yana mundaq ko'rsatdi. Tamojna beji qo'yish orqali Amerikaning uzundan beri jumladan Jungoni o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi davlatlarning adolatsiz muomalaga uchrashini oxirlashtiramiz. Deydi qarab Amerika'nın uzundan beri cümleden Jungoni o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi davlatlarning adolatsiz muomalasiga uchrashlarini hamda oxirlashtiramiz. Hamda to'g'ri bo'ldi jumla kechiringlar. Prezident Donald Trump shanba kuni, ya'ni 22. kuni Washington shahar rayonida o'tkazilgan konservativlarning faoliyat yig'inida nutq so'zlaganda maydondagi qo'llovchilarning ko'chdak olqishiga erishdi. Prezident Donald Trump qo'llovchilarning Amerika deb to'g'ilgan sadolarini Amerika deb to'g'ilgan sadolari ichida munbarga chiqib nutq so'zladi. Prezident Trump saylamda prezident bo'lib saylanib Oqsaroyga kirgandan keyin konservativlarning faoliyat yig'iniga bugun hisobda tunji qatam qatnashgan bo'ldi. Xalqimiz bizga Washingtonning zo'r islohot elib berishiga buyuk huquq berdi. Biz bu huquq burchimizni gavdalantiramiz. Biz bu burchimizni ishlatamiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump kechiringlar, ishga ketdim bo'lib ketdi. Prezident Trump 1 soatdan ortiq so'zlagan nutqida mundaq ko'rsatdi. Men Tinch okean bilan G'arbiy Tinch okeanni tutashtirib turgan Panama kanalini qaytarib olaman. Diqqat vatandosh. Prezident Trump 1 soatdan ortiq nutq so'zladi. So'zlagan nutqida mundaq ko'rsatdi. Men Tinch okean bilan G'arbiy Tinch okeanni tutashtirib turgan Panama kanalini qaytarib olaman. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Panama kanalini Jungo'ga berib etkani yo'q. Berib etgan emas. Hamda yana mundaq ko'rsatdi. Kanalni kontrol qilib turgan Panama kanalini boshqarish idorasining qo'lidan bu kanalni qaytarib olaman. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Panama kanali Amerika ochadigan muhim planlarning birisidir. Bu kanalni qurish jarayonida Amerika ishchilari hayotidan ayrilgan edi. Arkadıllı prezident Donald Trump sözden teguvchini Panama hükümeti qartı. Panama hükümeti bu kanalni bugun Jungo'ga o'tkazib berdi. Bir necha yil burun sobiq prezident Jimmy Carter Panama kanalini Panamaga o'tkazib bergan. Shundan keyin Panama kanalini o'tkazib berishdan musofasini boshladi. Prezident Donald Trump bunda ko'rsatdi. Bu biz
Yani Amerikalıklar yasap çıkan en kıymetlik nersudur. Panama kanalı. Ula doların bahası da yani $1 bahası da Panama kanalını Panama'ga ötküzüp bergen idi. Ötken yılı bir yılda bu kanal ötken yılı bir yıl içinde bu kanal yani Panama kanalı 50 milyar dolar pul taptı. Pul ve pul birlikinden eğitkandı mı? Bu kanal tarihten beriki en muvaffakiyetli bir türdür. Bu dünyavi mucizedir. Biz bu kanal ne başkaları bekar kıla bir etken tok. Lekin bu kanalını Cungu'ga ötküzüp vermegen idik. Biz bu kanalını Panama'ga ötküzüp bergen idik. Biz bugün Panama kanalını kaytırıp alımızda görsetti. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump. Panama kanalı da 1914 yıl iş tamamlangan. Bu kanalın kuruluşu da Amerika halkılı rol oynagan. Amerika iş tamamlangandan keyin bu kanalını izchil başkurup kelgen. 1977 yılı Amerika'nın sabiq prezidenti Jimmy Carter şartname imzalap $1 talep kılmay, yaki $1 kıymetide Panama'ga ötküzüp bergen edi kanalını. Prezident Trump tanqidlab, bu bir ahmoqning qarori idi deb ko'rsatdi. Bu qatim Washington shahri atrofi rayonida konservativlarning siyosiy faoliyat yig'iniga qatnashgan chog'da bu nutqni Prezident Trump yuqorqidek so'zildi. Mazmuni Panama kanalini qaytarib olamiz. Bunun hem de kımmetinden aytganda hazır Cungu bir yerde uğurlaşıp allaqachon bu kanalni kontrolli qastig elvagan edi vatandaş. Endilikte bu kanalni qaytarib olamiz dedi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump. Siz Cungu Kompartiyasi bunu chiroyliqcha o'tkazib beremsiz va yoki yani başka yeligerlik bilen qarşılıq ko'rsatadigan ish bilan da bu taqa oldimizdagi ishdir. Biroq başta sözüge leksimizni sizlarga aytdik. Hozir Cunguning zapas askeri qismlari her bir holat ko'tdi dedi. Nima bo'ldi masalan? Saudiya Arabiya Riyod shahrida o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbat vakillari, masalan Marco Rubio boshchiligida Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Mike Walters, masalan Rossiya Federatsiyasining vakillari, masalan Tashqi ishlar ministri Sergey Ravlov boshchiligida Kreml Sariye maslahatchilar guruhining maslahatchisi Ushakov qatorliqlar qatnashib ochgan yig'in edi. Bu yerda bir abzasi shunda tahlil qildi. Masalan Yang Hongbin ham oshkora aytmabdi, oshkoraga yaqin keldi. Bu yerda tilga ilinayotgan masalan Amerika Rossiya munosabati o'rtasidagi geopolitikalik rayonlar masalasidagi hamkorlik ve birleşip durup bu meseleni götürüş ve birleşip durup bu meseleni kozgutuş diyenin üzü hazırki muşu sohbet üçün ve muşu dünyanın muşu gündeki vaziyeti üçün intayin halkılık bir nokta vatandaş. Hani biz de kilvatımız aldığımızda hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin uchrashuvdir. Muşu ayının ahırı degende men sizlarga shundaq yetkizdim. Bugün 24. 24 vasibiyet 3-4 gün kaldı arlıqda. Muşu ayının ahırı mı ve yaka qaçan. Hazır emde birinci qadamda Saudiya Arabiston, Rossiya diplomatları bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomati ahırlaştı. 2. ayının 18. günü başlandı. 4 saat sözleşti. Demek sözleş qaraganda mana aytı ciddi.
aytı ciddi vatandaş. Burun odat bo'yicha aytganda 6 soat, 7 soat so'zlashgan ishlar bor edi. Ama bu qatim 4 soatli so'zlashibdi. Demak, vaqt tezligini hozir biz Ukraina Rossiya urushini oxirlashtiramiz. Endi bu bir mavzu dedi. Yuan Hongbin degan deputat eng muhim mavzu Rossiya Federatsiyasi va Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi geopolitik siyosatga aloqador masala yoki mavzu dedi vatandosh. Men shunga buni sizlarga mushu tariqada jumlada qanday bo'lsa shunday yetkazdim. Bundan qaraganda bu ish yana qayta suhbat shaklida va yoki boshqa shaklda bu munosabat o'tirg'i chiqishi mumkin vatandoshlar.